Assalomu alaykum, hurmatli aziz qadrdonlarim, radnoylarim. Xudo xolasa mana Allohning inoyati bilan, izni bilan, o'zining chaqirig'i bilan safarga chiqdik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Alloh uchun men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Mabodiy kor tilim bilan ozor bergan bo'lsam, meni kechiringlar. Xudo xolasa borgandan keyin hammanglarni haqqingizga duodamiz. Duoy salomlaringlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib qo'yaman. Xudo xolasa o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukr hammanglarni. Hammanglarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Sizlardan meni boshqa yaqinim yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin hammanglarning. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov vafot etdi. Bugun o'zbek san'ati va kulgi olami og'ir judolikka uchradi. Ko'plab muxlislar mehrini qozongan iqtidorli san'atkor Dizayn Show jamoasining a'zosi Dilshodbek Musabekov olamdan o'tdi. Marhum o'zining betakror hazillari va samimiyligi bilan xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan edi. Uning vafoti nafaqat oilasi, balki butun san'at ahli va minglab muxlislar uchun kutilmagan va katta yo'qotish bo'ldi. Alloh marhumni o'z rahmatiga olsin, joylarini jannatdan qilsin, sabr bersin. Mana o'rtalar tashlagan janozalari ostidan duo o'tiringlar, haqqiga duo qilib qo'yinglar. Mana yonlarimizdan o'tyaptilar mana. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin akamizni. Dilshod akamizni so'nggi manzillariga yetkazdik va janoza namozida shunday gaplar aytdiki, o'zga paytlarida ibodatga juda mukammal bo'lib va boshiga qiynalgan o'rtoqlarigacha yonlarida turib, ko'pchilik qiynalgan yetimlarga yordam berib, ko'pchilik insonlarga yordam bergan inson ekan. Hamma aytdi, maqtadi. Ishoninglar, biz ko'rmagan, biz eshitmagan yaxshiliklari juda ham ko'p ekan. Oxiratlari obod bo'lsin, hattoki umraga ketayotganlarida 14 tami 15 ta sinfdoshlariga umraga biletlarini o'zi olib bergan ekan. Oxiratlari obod bo'lsin. To'liq manzilni masalaga aytaman. Agarda kelolmaganlar, inshaalloh Toshkent shahariga borganimda o'taman deydiganlar, erkin bo'lsin, shunday o'tganlarda mana bu narsani ko'rasizlar 100%. Mana ipodrom orqasi. Ipodromdan to'g'ri kelayotganlarda oraliq bor. Ikkita ko'cha bor. Ya'ni o'ng qo'lga kirib, mashina qayrilib, mana masjid chiqadi. Mana masjid yonida mana shu qabristonga kirgan hilada shunda o'ngga qayrilasizlar. Geladi. Mana shu joy. Etilada tursin. Bir raqam 093. Mana shu yerlarda qabrlari. Bu kelolmaganlar uchun men to'liq manzilni ko'rsatdim. Agarda shaharga kelib qabrlarini ziyorat qilib ketaman desanglar, inshaalloh ko'pchilik yozganligi uchun mana shu to'liq manzilni berdim. Hammanglarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum azizlar. Hozir Dilshodbek ukamizni janozasidan chiqdik. Hammaga ham endi o'lim haq. Joy jannatda bo'lsin ilohim. Endi men ham havas qildim. Shuncha odamni ko'rib, meni ham janozamda shunaqa odam bo'larmikin deb ozgina samimiy qilaman, chunki meni ko'p o'ldiga chiqarishyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Endi rost ekaniga o'lib qolsam
odam kelarmikin deb qo'rqaman. Nima bo'lganda ham Dilshodbek ukamizni joyi jannatda bo'lib, Allohning jamolini ko'rish nasib qilsin. Hammamizga ham chiroyli o'lim nasib qilsin. Allohu akbar. Avvalambor Dilshod akamni oila a'zolariga sabr tilaymiz, jamoalariga sabr tilaymiz, barcha yaqinlariga sabr tilaymiz. Oxiratlari obod bo'lsin, savol javoblari oson bo'lsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu inson haqiqatdan ham yaxshi inson edi. Juda ko'p suhbatda bo'lganmiz. Aka-ukachiligimiz bor edi va bu insonni ketidan biror marta bir yomonlik, biror marta bir yomon gap eshitmaganmiz. Shuning uchun o'rtoqlar duoda bo'lib qolasizlar, biz ham duodamiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Qadrdonlarim, hozir shu yaxshi настроенияda kelgandim. Shuni internetga kirsam, dizayndagi Dilshod o'tib qoldilar. Alloh rahmatiga olsin, joylari jannatdan bo'lsin. 2004-yildan emas, qizligimdan emas, qizni kuzatib ko'rib kelardim. Yaxshi inson edilar. Qo'limizdan kelgancha haqlariga hikoyat bo'lsa ham duo qilib, baxshta qilib qo'yamiz, haqlariga duo qilib qo'yamiz. Yuragim yig'ladi to'g'risi. Ko'z yoshlarimni hammaga ko'rsatolmayman, lekin ichim yig'ladi. Shunaqa настроениям shuna buzildi, shuna настроениямga yomon ta'sir qildi. O'lim haq, o'lim yosh tanlamaydi, hammamiz o'lishimiz aniq. Baribir bir kun o'lamiz, hamma yakun payakun bo'lib ketadi, lekin yaxshi inson edilar. Men shunaqa boshqa yaxshi настроениyada keldim. Haqiqatdan umuman kutmaysiz inson. Zarba keladi, kutmagan joyingizdan, shunaqa kutmagan joyimdan zarba keldi. Meni hayotimda bir o'zim shaxsiy salom alik qilib yurgan joyim bo'lmagan u inson bilan, lekin har doim konsertlarga borib, ko'rib, hayotda ham bunday hurmatga loyiq inson edi. O'zini hurmatni bilib yurgan, hammaga yosh katta kichkinaga hammaga bir xil muomala qilgan insonlar. Allohim oilalariga sabr bersin, ofiyat bersin. Joylari jannatda bo'lsin. Boshqa bandalarda qo'lidan orqasidan duo qilish, yaxshi gapirishdan boshqa hech narsa kelmaydi. O'lim haq. Lekin kutmaysiz, kutmagandim, g'alati bo'lib qoldim hozir. Shunaqa kayfiyatim tushib ketdi. Вообще. Albatta Dilshodbek Musabekov oilasiga sabr tilaymiz. Dilshod akamizning oxiratlari obod bo'lsin. Hurmatli o'rtoqlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling.